Hello everyone, I'm Zain and today I'm going to teach you present perfect. Salom hammaga, men Zufar, bugun sizlarga present perfect ni tushuntirib beraman. Present perfect aslida hozirgi tugalangan zamon hisoblanadi va biror ishni hozirga ham tugatganda yoki anchadan beri qilib kelayotgan bo'lsak ishlatiladi. Shuningdek, qilib bo'lgan ishimizni aniq bir vaqti bo'lmasa ishlatamiz. Misol uchun, I have just washed my hair, ya'ni hozirgina sochimni yuvdim. Ya'ni hozirgina biror ish qilib bo'ldik. Ko'rib turganlaringizdek, biz have yoki has ni ishlatamiz present perfect bilan. I, we, you, they bilan have, he, she, it bilan esa has ni ishlatamiz. Inkor gapda, ya'ni negativ gapda esa have hamda has ni negativ formasini, ya'ni haven't hamda hasn't ni ishlatamiz. Masalan, she hasn't done her job yet. U hali ishini qilib bo'lmadi. Savol berganimizda esa have has ni subjectdan oldinga chiqaramiz. Masalan, have you ever driven a car? Sen hech mashina haydab ko'rganmisan degan ma'noda keladi. Bu gaplarning hammasida fe'lni 3-shaklini yoki id qo'shimchasini qo'shib ishlatamiz. Now it's time to learn the differences between past simple and present perfect. Do'stlar, past simple hamda present perfect bir-biriga o'xshab ketadi. Shu sababdan ko'pchilik bu ikkita zamonni adashtirib yuborishi mumkin. Lekin bular orasidagi farqlarni demak ko'rib chiqamiz. Unchalik ko'p farq bo'lmaydi o'zi. Masalan, past simple aniq bir vaqtda sodir bo'ladi. Masalan, gaplarning oxirida yesterday yoki last week deb qo'ysangiz bo'ladi. Present perfect esa aniq vaqt noma'lum bo'ladi. Bunda faqat davomiylik kelishi mumkin. Yana bitta farqi bu struktura bo'lishi mumkin. Past simple did bo'ladi masalan, present perfectda have has bo'lishi mumkin. Yoki past simple'da fe'lning ikkinchi shakli, present perfect esa fe'lning uchinchi shakli qo'llaniladi. Va bu ikkita zamonni farqlashimizda bizga qo'l keladigan ayrim kalit so'zlarni ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Xolos, screenshot qilib oling, o'zingizga kerak bo'lib qoladi. Va do'stlar, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, videoga like post qo'yish esingizdan chiqmasin. Agar mavzu bo'yicha savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin.